Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, mashhur hadis, munofiqning 3 ta alomati bor, 3 ta sifati bor. Gapirsa yolg'on gapiradi, va'da qilsa bajarmaydi, omonatga xiyonat qiladi. Hozir siz bilan bizni kamida bittasi bor, yo yolg'on gapiramiz, yoki bir gapirgan gapimiz, va'damizga vafo qilmaymiz, yoki bo'lmasa ishonib bir omonat topshirilgan bo'lsa, omonatga ham xiyonat qilyapmiz. Endi bu bilan munofiq bir insonni agar yolg'on gapirsa, biz uni munofiq deb hukm qilishga haqqimiz bo'lmaydi. Rasululloh aytganlarki, qachoniki agar bulardan bitta sifat topilsa, bitta musulmon insonda. Ya'ni yolg'onchilik sifati bor, yoki bir va'da bersa, va'dasining ustidan chiqmaydi. Unga aytiladiki, senda munofiqlikdan bitta sifat bor ekan deyiladi. Sen munofiq ekansan demaydi. Munofiqlikning yomonligi, munofiqlikning xatari shunchalik yomonki, Xudo taolo qiyomat kunida munofiqlarni kofirlardan ko'ra chuqurroq, qattiqroq azobda azoblashligini Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan. Demak, azizlar, bu omonatga xiyonat qilishlik masalasi, omonat masalasi yengil masala emas. Siz bilan biz bu narsani taqib olgan bo'lsak, bu narsa o'zini hukmini, o'zini kuchini yo'qotmaydi. Omonatga xiyonat qilmaslik, omonatni ado qilishlik qanaqa o'sha paytda shart, vojib amal bo'lgan bo'lsa, hozir ham o'zini hukmida, o'zini kuchida turibdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga omonat berardi. Mushriklar narsasini omonat berib turib Rasululloh bilan urushardi. Inkor qilib Rasulullohni yolg'onchiga chiqarardi, lekin omonatini payg'ambarimizga berardi. Chunki ular o'ziga bir-biriga ham ishonmas edi. Chunki mushriklarning ichida omonatdorlik degan sifat yo'q edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amin zot edilar. Rostgo'y, omonatni ado qiladigan, omonatga biror marta xiyonat qilmagandilar. Endi hozir ming ajoyiblardan bo'lsinki, ummati Muhammadiyani bugungi holi mana shunaqa bo'lib qoldi. Bir insondan qarz oldingiz. Qarzni vaqtida qaytarmadingiz, yoki hali ham qaytarmayapti, yoki paysalga solyapti, yoki qarzni nima qilib berdi? Bo'lib nimagadir yaramaydigan qilib berdi. Bu omonatga xiyonat sanaladi. Bo'lsa ham 100% emas. 70%ni bajaradi, 30% chala qolib ketaveradi yoki bu haqiqiy sidq dil bilan Xudo meni zimmamga mana shu narsani omonat qildi deb turib, bu omonatni ado qilishlik musulmonlarning ustida hozir ko'tarilib ketyapti turgan sifatlar. Bir necha kun safarda bo'ldik. Poytaxtda safarda bo'lganimizda do'stimiz bir ajib voqeani gapirib berdi. Biz ishxonamizda palonchaga bor edi, yaxshi namozxon, Xudodan qo'rqadigan inson. Xudoning kalomini endi o'rganib, bir nechta suralarni yodlagan inson edi. Endi deydi, unaqa boy emas edi, qo'li sal yuqoriroq inson edi. Birga ishlar edi. Ikkita o'g'li bor deydi. Uylash kerak, joy qilish kerak farzandlarga. Oxiri Rossiyaga ishlashga borishga majbur bo'ldi. Rossiyaga borib keldi deydi. 1 oymi, 1,5 oyda qaytib keldi. Qaytib kelib, yana ishxonamizda birga ishlayapmiz. Ajablanib, nima bo'ldi? Nimaga tezda qaytib keldingiz desam, bo'lgan voqeani gapirib berdi deydi. O'sha yerda bir supermarketga ishga borgan, katta o'sha savdo majmuasida sotuvchilik qilgan. Kunlarning birida deyapti, Rossiyadagi bir inson savdo narsa sotib olish uchun do'konga kirgan, qo'lida katta bir rezina bir sumka bo'lgan. Hali endi insoniylik bu insonda bo'ladi. Unutib qo'yganda haligi joyda qolib ketgan sumka. Hali bu yoqdan O'zbekistondan borgan bu akamiz, birodarimiz haligi sumkani ko'rganda egasi chiqib ketib bo'lgan. Sumkani olib, o'zim uchun tegishli bo'lgan xonaga qo'yib qo'ydim. Nimaga? Qutqarib keladi-yu sumkasini, qolib ketibdi deb. Shunda berib yuboraman deb qo'yib qo'ydim, kechgacha kelmadi deydi. Kassirga aytibdiki, kassir g'ayridan yigit deydi. Unga ishonmadim birovning omonatini. Chunki men topib olganimdan keyin Xudo taolo ertadan keyin buni hisob-kitobini mendan qilmasin deb turib, kassirga aytdimki, mijozi sumkasi qolib ketibdi. Agar mabodo kelib so'raydigan bo'lsa, menga to'g'rilarga ro'baro qilgan deb aytdim deydi. Ertasi kuni ertalab do'kon ochildi. Birinchi xaridorlar qatori kechagi narsasi qolib ketgan inson kirdi. Kecha sumkam qolib ketibdi degan ekan, olib chiqib berdim deydi. Shuni olib chiqdim deydi, sumkani zamonini ochdi deydi. $2 million pul bor ekan ichida. Ochib qaramagan. Nimaga qaramagan? Birovning omonati degan. Bu ichida bir zaruriy bir katta hujjatlar bo'lgan. Menga qarab deydi, ajablanib turibdi deydi. Nimaga qarab turibsan desa, nimaga bu narsani menga qaytarib beryapsan dedi. Desa, nimaga endi men bu narsani o'zimda olib qolib senga qaytarmasligim kerak? Bu seni haqqing bo'lsa. Desa, agar sendan boshqasi bo'lganda, bu qog'ozlarni yirtib yuborardi, pulni olib turib ketib yuborardi. Seni qilgan ishing meni ajablantirdi. Haligi joyda akamizga pul beribdi. Yo'q, olmayman. Bu narsani pul uchun qilganim yo'q. Seni haqqing bo'lganligi uchun bu narsani senga qaytarib beryapman
sen deydi haqiqiy muhtoj insonsan. Demak, shetga kelib o'sha joyda musofirchilikda kelib deydi, shuncha joyda ishlayapsanmi? Demak, haqiqatan muhtojsan. Hali $100,000 beribdi, o'sha $100,000 bilan qaytib kelib, yana o'sha ishni ishlayapti ekan. Bu sahoba emas, tobiy emas yoki boshqa bir inson emas. O'zimizga o'zimiz savol beraylik. Agar shu odamning o'rnida bo'lganimizda biz nima qilardik? Aytish oson, men ham qaytarib berar edim. Siz o'sha pulni ko'rib turib, o'sha yerda bo'lganingizda keyin bilasiz. U sinov paytida hamma o'sha gapiraveradi-yu, lekin sinov kelganda odam o'shanda sinaladi. Bu yerda turganda gapiraveradi. Hozirgi kunda bir birodarimizni olgan $100 pulni qaytarib bera olmayapmizmi? Demak, 2 million pulni oldida inson o'zini yo'qotishligi. Birovdan olgan arzimagan 1 millionmidi, 100 mingmidi olgan pulini vaqtida bermayaptimi? Demak, unaqa katta summani oldida o'zini yo'qotib qo'yib, erta kunda qochib ketishligi. Men ham qaytarib bergan bo'lardim deb turib, hozirgi paytda birovlarning haqqini yeb yurgan, qarzini qaytarmayap turgan yoki birovlarning omonatiga xiyonat qilyapti turgan insonning gapi yolg'on bo'ladi.